Bilaman, so'g'iyapsiz, kurtka qidiryapsiz. Avroga keling. Muammoingizni bittada hal qilamiz. Akam, kurtkamizni yoqasi uzun qilib ishlangan, sharf o'rniga ishlatsangiz bo'ladi. Undan tashqari kurtkamizni materialiga e'tibor bering. Juda ham neobычный qilib ishlangan, hamda ichi sizni issig'ini ushlab beradigan o'rdek terisidan qilingan. Qo'li hamda beli bir xil materialdan kombinatsiya qilib ishlangan hamda manjet qilingan. Bu kurtkamizning ichidan poluzamok berganmiz. Naturalniy sherst. Kurtkamizni rangidan jigar shim tanlab olganmiz. Beliga bitta e'tibor bering, manjetlari qulay qilib ishlangan. Oyoq kiyimimiz koja bilan zamsh kombinatsiya qilingan. Yomg'irli havoda ham bemalol maza qilib kiysangiz bo'ladi. Narxi sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Aura, siz xohlagan uslub.